Qanday qilib yodlayotgan ingliz tilidagi so'zlaringizni 10 barobarga tezroq eslab qolish mumkin? Tayyor turing, bugun hayotingizdagi eng foydali darsni ko'rasiz. Sizlarga so'z yodlashning aniq yo'l xaritasini chizib beraman. Bugun sizlar bilan nimalarni o'rganamiz? Avvalambor, miyamiz o'zi qanday ishlaydi? Nima uchun yangi o'rgangan ma'lumotimizni darhol eslab qola olmaymiz? Ikkinchidan, so'zlarni umrbod eslab qolishingiz uchun eng samarali 5 ta uslubni o'rgataman. Va eng muhimi, yangi ko'rgan so'zingizni tarjima qilmasdan ham tushunish usullari bilan bo'lishaman va qanday qilib bittada yuzlab so'zlarni eslab qolish mumkinligini o'rgataman. Keyingi 25 daqiqa ichida qanday qilib yangi ingliz tilidagi so'zlarni 10 barobarga tezroq eslab qolishni o'rganasiz. Videoni oxirigacha o'tkazmay ko'rganlar uchun esa ajoyib sovg'am bor. English Reset nomli 5 ta speaking bo'yicha video darslikdan iborat bo'lgan kursimni mutlaqo bepulga beraman. Shuning uchun diqqat bilan o'tirib, videoni eng oxirigacha ko'ring. Meni birinchi marotaba ko'rib turganlarga o'zimni qisqacha tanishtirib o'taman. 9 yillik tajribaga ega, xalqaro SELTO sertifikatini qo'lga kiritgan ustozman. 16 yoshimda IELTS dan 8 olib, o'sha vaqtdan buyon professional tarzda IELTS dan dars beraman. Onlayn kurslarim orqali hozirgi kungacha 12 mingdan ziyod o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatdim hamda mashhur 2 ta ingliz tili bo'yicha kitobni muallifiman. Avvalambor, eng muhim savolga javob bersak, o'zi nima uchun yodlagan so'zlarimiz esimizda qolmaydi? E'tibor berganmisiz? Yuzlab, 200 lab so'zlarni bittada eslab qolaman deb ro'yxat bilan yodlaganingizda hech narsa esingizda qolmaydi yoki uzoq ertasi kungacha esingizda qolgan bo'lishi mumkin. Buning asosiy va eng birinchi sababi bu miyamizdagi working memory. U ma'lumotni qabul qilishga javob beradi va bittada faqatgina 4 tadan 7 tagacha bo'lgan yangi elementlarni qabul qila oladi. Qachonki siz o'zaro bog'liqliksiz shunchaki ro'yxat bilan 100 ta 200 ta so'zni yodlagangizda, u bog'liqlikni ko'rmagani uchun, bu so'zlar alohida bo'lak bo'lgani uchun va bittada juda ko'p so'z yodlaganingiz uchun shundoq so'zlarni olib, musirchalikka yuborgandek keraksiz deb miyangizdan chiqarib yuboradi. Natijada so'zlar long term memory, ya'ni uzoq muddatli xotiraga o'tmay qoladi. Tasavvur qiling, buvingiz serial ko'rib o'tiribdilar. Siz beradigan eng birinchi savol nima bo'ladi? Qani videoni pauzaga qo'yib kommentariyaga yozing. Katta ehtimol bilan o'tirishingiz bilan "Ha, buva, nima haqida ekan?" deb so'raysiz, to'g'rimi? Chunki miya har doim qonuniyatlarni va bog'liqliklarni qidiradi. Aynan shu sababdan ham muvaffaqiyatli kino va seriallarda boshida bosh qahramonni tarixi bizga aytib beriladi. Chunki shunda biz qiziqish bilan va e'tibor, diqqat bilan kinoni oxirigacha ko'rishni xohlaymiz. Yana bir qiziqarli fakt: oddiy raqamlardan ko'ra biz telefon raqamidagi kabi guruhlarga bo'lingan raqamlarni osonroq eslab qolamiz. Ya'ni 90, 123, 45, 67 deganimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ko'ra yaxshiroq esimizda qoladi. Va hatto do'konga ketayotganingizda ham sizga nonushta uchun oladigan narsalaringiz va alohida uy uchun kerakli jihozlarni alohida yozib olganingiz osonroq esingizda qoladi. Agar ularni guruhga bo'lmasdan chalkashtirib, non, orada batareyka, yana svet uchun lampochka, yana orada tuxum deb yozib ketsangiz, katta ehtimol bilan ro'yxatdagi biror nima esingizdan chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi sabab so'zlarni tarjimasi bilan yodlash. Bunda miya bitta qadam o'rniga 2 ta qadam qilish talab qilinib qoladi. Ya'ni siz oddiy so'zni o'zini yodlab qolganingizdan ko'ra, so'z ona tilingizdagi tarjimasi, keyin so'z xayolingizga keladi. Aynan shu sababdan ham gapirmoqchi bo'lganingizda siz boshida qotib qolasiz va tormozdek o'zingizni tutasiz. Bo'lganmi? Va uchinchi eng katta xato yodlagan so'zlaringizni qaytadan qaytarmaslik. 19-asrda German Ebbinghaus ismli bir olim shuni isbotlaganki, yangi o'rganilgan ma'lumot ertasi kunigacha 70% gacha unutilib yuborar ekan. Hattoki maxsus The Forgetting Curve sifatida shunday statistika chizilgan. Bir grafik yordamida ko'rishingiz mumkinki, yangi o'rgangan so'zingiz 7-kunga kelib butunlay xotirangizdan chiqib ketadi. Qaysi holatda? Albatta qaytarmasangiz. Bir so'z esda qolishi uchun uni necha marotaba takrorlash kerak deb o'ylaysiz? Hoziroq videoni pauzaga qo'yib, kommentariyaga yozing, keyin taxminingizni tekshiramiz. Yozdingizmi? Va to'g'ri javob The Rule of 7 da yashiringan, ya'ni 7 marotaba ko'rish qoidasi. Gap shundaki, yangi so'zni umrbod eslab qolishingiz uchun siz eng kamida u so'zni turli xil holatlarda 7 marotaba ko'rishingiz kerak. Bejizga 7 marotaba har xil holatda deb aytmadim. Gap shundaki, ingliz tilidagi ko'p so'zlar sinonim deb atalgan
qilgani bilan ularning asl ma'nosi tubdan farq qiladi. Misol uchun, difficult va challenging so'zlarning o'rtasidagi farq nimada? Hozir videoni pauzaga qo'yib kommentariyaga yozing. Bu so'zlar qanday tarjima qilinadi? To'g'ri, ikkalasi ham qiyin deb tarjima qilinadi, lekin aslida challenging so'zi insonlarga motivatsiya beradigan, ruhlantiradigan va yoqimli qiyin degani. Difficult esa shunchaki qiyin. Misol uchun, learning a new language can be challenging, but it's also very rewarding. Ya'ni yangi tilni o'rganish albatta qiyin, lekin o'ziga yarasha yutuqlari bor. This math problem is difficult. Bu qoida qiyin. Shunchaki qiyin, hech qanday motivatsiya bermaydigan darajada oddiy qiyin degani. Yoki slim va skinny kabi ozg'in degan ma'nodagi sinonimlar bor. Lekin rasmdan ko'rib taxmin qilganingizdek, slim sog'lom ma'noda, sog'lom tanadagi ozg'in degani, skinny esa tarashasi chiqib ketgan degani. Va endi tasavvur qiling, imtihonga kirib, well, people have to eat healthily to be skinny desangiz, tarashasi chiqqandek bo'lish uchun odamlar yaxshi sog'lom ovqatlanish kerak degan bo'lib qolasiz. O'shaning uchun so'zlarni juda katta ehtiyotkorlik bilan o'rganish kerak. Mana endi 5 ta oltin qoidaga ham yetib keldik. Birinchisi, so'zlarni hech qachon alohida yolg'iz o'zini yodlamang. Uni har doim bir mavzu ichida, kontekst deb ataymiz, ya'ni qaysidir matn ichida yoki qaysidir ibora ichida, mavzu ichida yodlashga harakat qiling. Misol uchun, resilient degan so'z bor. Tarjimasini bilsangiz kommentariyaga yozing. Bilmasangiz bilmadim deb yozing. Bu so'zning tarjimasi chidamli degani. Agar biz uni alohida ko'rsak, miyamiz eslab qolmaydi. Kontekstda yodlash esa qanday bo'ladi? Misol uchun, odamlar va ularning xarakterini tasvirlab yodlashingiz mumkin. She is very resilient. She lost her job but quickly found a new opportunity. Ko'ryapsiz, u juda ham qandaydir u ishini yo'qotdi, lekin darhol yangisini topdi. Ya'ni u juda chidamli deb endi vaziyat bilan bog'lab eslab qolishimiz osonroq bo'ladi. Children are often more resilient than adults think. Ya'ni yosh bolalar kattalar o'ylagandan ko'ra ancha chidamliroqlar. Endi sizga savol, oilangiz a'zolaridan kim chidamli? Ular haqida hoziroq kommentariyaga gap tuzib qoldiring. Misol uchun, my mother is really resilient because she balances work and life really well. Chunki ular ish va hayotni juda yaxshi muvozanatda saqlaydilar. Endi o'zingizni yon atrofingizga qarab, hoziroq resilient inson haqida o'ylang. Ya'ni sizni oilangizda kim chidamli? Misol uchun, my mother is very resilient because she can balance her work and life really well. Mening onam juda ham chidamlilar, chunki ishlarini va hayotlarini juda yaxshi muvozanatda saqlaydilar. Hoziroq o'z oila a'zoingiz haqida shunchaki my mother is resilient yoki my father is resilient, my sister is resilient deb gap tuzib qoldiring. Yangi so'z yodlayotganimda albatta 20 ta bo'sh qismchasi bor bo'lgan jadvalni daftarimga chizib olaman va og'zaki gap tuzib jadvalga galochka qo'yib ketishni boshlayman. Misol uchun, my mother is really resilient. Tick. Keyingisi, my brother is really resilient because he deals with difficult clients easily. Ya'ni chunki ular qiyin bo'lgan mijozlari bilan oson chiqishib ketadilar. Galochka shunday qilib 20 ta shaxsiy hayotimga oid bo'lgan, menga yaqin insonlarga taalluqli bo'lgan gaplarni tuzib, butun jadvalni to'ldirishga harakat qilardim. Siz ham bugundan so'zlarni aynan shunday yodlang. Ikkinchi uslub mashhur spaced repetition uslubi. Bu uslubning qonuni shundaki, siz so'zlarni darhol eslab qaytarishingiz kerak. Misol uchun, yangi so'z yodladingizmi? 10 daqiqa aylanib, miyangizni shamollatib kelib, qaytib o'tirib, yana o'sha so'zlarni qaytarasiz. Keyin 1 soatdan keyin, undan keyin 3 soatdan keyin so'zga qaytasiz. Albatta ertasi kuni, undan ertasi kuni va bir haftadan so'ng so'zlarni qaytarib olishingiz kerak. Buning uchun sizlarga alohida vocabulary daftarini tutishingizni maslahat beraman. Daftarni tutganingizda so'zlarni gap ichida yozing va holatni miyangizda tasavvur qilishga harakat qiling. Har safar yangi so'zni qaytarishga o'tirganingizda aynan o'sha gap ichida eslashga harakat qiling. Shunda birdaniga so'zni gapda qo'llashni ham o'rganib ketasiz. Agar so'zga bitta qaraganingizda oson eslayotgan bo'lsangiz, keyingi qaytarishni cho'zsak ham bo'ladi. Ya'ni so'z yodladingiz, bugun juda yaxshi esingizda qoldimi? Keyingi safar bir haftadan keyin qaytarsangiz ham bo'ladi. Uchinchi uslub esa cognitive depth deb ataladi. Bu uslub har bir o'rganayotgan so'zingizni chuqur o'rganishga qaratilgan.
degani va shu orqali siz uni qisqa vaqt ichida uzoq muddatli ishlata oladigan darajada o'rganasiz. Bunda so'zni daftarning o'rtasiga chizib olasiz va birinchi qiladigan ishingiz bu so'z gapda qanday kelishini ko'rasiz. Misol uchun, children are often resilient deb yozdik. Keyingisi albatta bu so'zni ot, sifat, ravash holatida ham o'rganib chiqasiz. Resilience chidamlilik degani va resiliently chidamlilik bilan qaysidir harakatni bajarish. Undan so'ng collocations. Bu so'z qanday so'zlar bilan birga yaxshi chiqishini ko'rib olasiz. Resilient spirit, misol uchun chidamli ruhiyat, resilient material chidamli ashyo yoki emotsional chidamli inson deyish uchun emotionally resilient deyish mumkinligini tekshirib olasiz. Undan so'ng so'zingiz antonim va sinonimlardan ko'rib chiqing. Shunda birdaniga bitta emas, bir nechta bir-biriga bog'liq bo'lgan sinonim, antonim so'zlarni o'rganasiz. Keyingi qadam bu so'zni connotation, ya'ni asl ma'nosi qanday? Ijobiymi yoki salbiymi? Shunga qarang. Shunda resilient ijobiy ma'noda chidamli degani va oxirgisi so'zni talaffuziga e'tibor berib qaytarasiz. Resilient, resilient, resilient. Barakalla. To'rtinchisi word chunks. So'zlarni har doim gap bo'laklari ichida yodlash. Misol uchun decision, qaror so'zni alohida bilsangiz hech qachon ishlata olmaysiz. Chunki siz gapda qanday kelishini bilmaysiz, qaysi so'zlar bilan ishlatishni bilmaysiz. Lekin make a decision yoki qiyin qaror deyish uchun tough decision yoki qaror qabul qiluvchi insonni decision maker deyish mumkinligini bilsangiz, bemalol nutqda ishlatishni boshlaysiz. Va beshinchi, eng muhim qoidasi, hech qachon har xil mavzudagi so'zlarni yodlamang. Har doim bitta mavzuga oid so'zlarni birdaniga yodlaganingiz yaxshi. Misol uchun, shopping haqida gaplashayotganingizda, window shopping bu shundoqqina ko'z yugurtirib, hech narsa olmasdan shopping qilishligini eslab qolasiz. Yoki retail therapy kabi qiziqarli so'z. Misol uchun, bu holatda siz shoppingni qalbingizga malham bo'lishi uchun qilasiz. Ya'ni, shunchaki dam olib, maza qilish jarayoni retail therapy deb ataladi. So'zlarni tarjimasiz birinchi marta ko'rib turganingizda ham ma'nosini taxmin qila olishingiz uchun sizga ajoyib life hack beraman. Bu morphological awareness deyiladi. Ya'ni siz prefix va suffixlarni o'rganish orqali so'zlarni bitta ko'rib tarjimasini taxmin qila olasiz. Misol uchun, prefixlar bu so'z boshida keladigan qo'shimchalar. Happy deganda baxtliligini bilamiz, lekin siz un degani salbiy ma'no berishni bilsangiz, unhappy so'zi baxtsizligini tarjimasiz tarjima qila olasiz. Yoki do qilmoq, re qayta degan ma'noni beradigan prefix. Redo qayta qilmoq degani. Sizlar uchun prefixlar bo'yicha aniq ro'yxat qo'yib qo'ydim. Shu joyda screenshot qilib, uyda yaxshilab o'rganib, yodlab chiqing. Shunda bir dunyo yangi so'zlarni ko'rganingizda bemalol tahlil qilishni boshlaysiz. Misol uchun, over degani keragidan ortiq degani. Shunda eat ovqat yeyish, over eat tarjima qiling. To'g'ri, keragidan ko'p yeb yuborish yoki work ishlash. Overwork esa keragidan ko'proq ishlab yuborish. Think o'ylash, overthink salbiy ma'noda keragidan ko'p o'ylab yuborish. Va confidence so'zni o'ziga bo'lgan ishonch deb tushunsak, overconfidence keragidan ortiq bo'lgan o'ziga nisbatan ishonch bo'ladi. Va qanday qilib bittada 100 talab yangi so'z yodlash mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, sizlar bilan kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Buning asosiy siri, yangi so'z yodlayotganingizda bitta ildiz orqali butun oilaviy daraxtni yodlab keting. Misol uchun, happy so'zni bilasiz, baxtsiz unhappy eslab qolish oson. Baxtli tarzda degani happily va keragidan ortiq baxtli over happy yoki baxtsizroq desak less happy deb aytishingiz kerakligini bilsangiz, bittada siz endi bir dona emas, balki 6 ta, 7 ta yangi so'z yodlay olasiz. Shu orqali 5 ta yoki 10 ta yangi so'z yodlaganingizda birdaniga 7 ta emas, 70 ta so'z yodlagan hisoblanasiz. Qanday qilib 100 ta so'z chiqarish mumkin? Misol uchun 10 ta ildiz so'z tanlab olasiz. Play, care, hope, read, kind, help, teach. Va shundan so'ng har biriga suffix va prefixlar kombinatsiyalarini o'rganib chiqasiz. O'rtacha bitta ildizdan 10 ga yaqin so'zlar chiqadi. Shunda siz 10 ta so'z yodlash orqali 100 ta yangi so'zlarni eslab qola olasiz. Men yaxshi ko'rgan misol, ko'pchilik beauty so'zini biladi. Bu go'zallik degani yoki beautiful chiroyli degani, lekin chiroyli qilmoq qanday bo'ladi? Aynan shu ildiz bilan. Variantlaringizni yozing. Yozib bo'lgan bo'lsangiz,
beautify. Lekin ko'pchilik bu so'zni yillar davomida beautiful so'zni bilsa-da, fe'l qismini bilmaydi. Shuning uchun darhol bir ildizli ko'p so'zlarni yodlab ketamiz. Masalan, ildiz hope, umid degani. Shunda I hope you're fine desa umid qilamanki sen yaxshisan. Hopeful umidga to'la. She is hopeful about the future. U kelajagi haqida umidga to'la. Hopeless umidsiz degani. Hopefully umid qilamanki va hopelessness umidsiz bo'lish degani. Ko'rib turibsiz, qancha yangi so'zlarni bittada yodlaymiz. Endi esa sizni B1 natijadan C1 natijaga olib chiqish haqida gaplashdik. Bu men 2016-yilda IELTS dan 8 olib dars berishni boshlaganim, 18 yoshimda esa xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi bo'lganimdan kadrlar. Buni oson etganim bilan, lekin IELTS dan overall 8 olib, speaking dan 9 natija olishim uchun 17 yil vaqtim va o'nlab ustozlarda o'qishim talab qilingan. Lekin meni o'quvchilarim hozir bu natijaga erishish uchun bir necha oy harakat qilishlarini o'zi yetarli bo'lyapti. Misol uchun IELTS va 0 natijalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. 7.5, B2, C1, mana listening dan 8, overall 6.5 olgan o'quvchimiz yoki Zuhra Jo'rayeva speaking dan 8 natijasiga erishganlar va Malika Alimova ko'rishingiz mumkin. Listening 8, speaking dan esa 7.5 natijasini olganlar. O'quvchimiz Shahlo Abdullayeva reading dan 8.5 natijasini qo'lga kiritganlar yoki Nigora ko'rib turishingiz mumkin 0 dan C1 olganlar. Bunday natijalarimizni chek-chegarasi yo'q. Menda ham bu natijaga erishish balki ancha qisqaroq vaqt egallar edi, agar to'g'ri yo'nalish beradigan ustozim bo'lganda. 2026-yilda natijangizni B1 dan C1 ga ko'tarishingiz uchun o'zi nimalar talab qilinadi? Birinchidan, grammatikani yaxshi bilib, avtomatlashtira olishingiz kerak. Ikkinchidan, listening comprehension kuchli bo'lishi kerak. Buning uchun eshitgan nutqlaringizni 70-80% ga tushuna olishingiz kerak. Readingda esa 40 ta savolga 40 ta to'g'ri javob berishni o'rganishni boshlashingiz kerak. Writingda inshoolaringiz C1 natijasiga chiqishi uchun sizdan aynan nima talab qilishni aniq tushunishingiz kerak. Albatta, speakingdagi qo'rquvingizni yengib, erkin va ravon gapirishni boshlashingiz kerak. Lekin eng muhimi, sizga professional ustozlar va to'g'ri muhit kerak. Bu yerda practice and learn qoidasi ishlaydi. Ko'pchilik o'quv markazlariga borib faqat learn qismini bajaradi, lekin sizda haqiqatdan natija bo'lishi uchun kuniga 4-5 soatlab sifatli tarzda dars qilishingiz kerak. Buning uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda professional ustozlar va to'g'ri muhit, zerikib qolmasligingiz uchun to'g'ri tuzilgan uyga vazifalar va siz uchun tayyor qilingan kun tartibi va albatta xato qilib qo'ymasligingiz uchun sizga bosh bo'ladigan, to'g'ri feedback beradigan ustoz kerak bo'ladi. Yangi 3 oylik Upgrade English dasturim sizni 2026-yilda natijangizni B1 dan C1 ga ko'tarishga qaratilgan. Bu dastur 3 oy davom etadi. Uning ichida sizlar bilan 7 ta modul bo'yicha darslarimiz bo'ladi. Umumiy hisobda platformada 80 dan oshiq video darsliklar ko'rasiz. Bu degani deyarli har kuni yangi video dars chiqadi va speaking uchun alohida mashg'ulotlar tashkil qilinadi. Haftada 3 marotaba kurs davomida 30 ta jonli dars bo'ladi. Undan tashqari, sizni ingliz tilingiz har tomonlama rivojlanishi uchun shadowingdan tortib, reading, listening bo'yicha kundalik daily practice materials berib boramiz. Darslar qanday o'tiladi desangiz, maxsus platformaga joylanadi. Siz bu platformani telefoningizga ilova sifatida yuklab olsangiz ham bo'ladi. Har kuni tayyor video darslik, qo'shimcha mashg'ulotlar uchun vazifalar va undan tashqari top o'quvchilar reytingi mavjud. Ya'ni qancha tez darslaringizni bajarsangiz, shuncha eng oldi qatordagi o'quvchilar qatorida bo'lasiz. Bu esa darslarni qoldirmay ko'rib borishingizga yordam beradi. Modullarimiz 7 ta deb aytdim. 7 ta modulning birinchisi grammatika moduli. Ko'rib turibsiz, eng oddiy present simple mavzusidan tortib, murakkab inversions kabi mavzulargacha kurs davomida tushuntirib beriladi. Bu moduldan so'ng siz ingliz tilida o'ylanmasdan grammatikani to'g'ri ishlatib gapirishni boshlaysiz. Boshqa ikkilanmasdan, zamonlarni chalkashtirmasdan qo'llashni boshlaysiz va eng muhimi, sizda o'zingizga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Ikkinchi modulimiz vocabulary, so'z boyligiga qaratilgan. IELTS va 0 da tushadigan eng asosiy mavzular bo'yicha so'z boyligi berib boriladi. Ikkinchi moduldan keyin hozirgi so'z boyligingiz eng kamida 2 karraga o'sadi. Siz IELTS va 0 da uchraydigan speaking va writing mavzulariga tayyor bo'lasiz va eng muhimi, har qanday mavzuda oson so'zlarni ishlatib muloqot qilishni boshlaysiz. Bu kurs General English bo'lishiga qaramasdan, kursdan so'ng alohida 0 kursda o'qimasligingiz uchun men maxsus 0 bo'yicha darslarni ham qo'shganman.
Umumiy reading comprehensionni yaxshilashga qaratilgan reading kundalik mashqlardan tashqari, sizlarga maxsus video darslik yordamida aynan Safer Readingdagi savol turlari qandayligini ham tushuntirib o'taman. Bu modul davomida siz har kuni darajangizga mos bo'lgan reading testlarini bajarib borasiz. Natijada so'z boyligingiz kengayadi. IELTS yoki Safer Reading uchun kerakli bo'lgan baza bo'lgan bilimlarni egallaysiz va sizda strategiya va texnikalar paydo bo'ladi. 4-modul listening. Bu modulda ham sizlar bilan qanday qilib safarda tushadigan savol turlarini yechishni o'rganamiz, lekin bundan tashqari kundalik tarzda listening comprehension, ya'ni tushunish darajangizni yaxshilaydigan mashqlarni bajarib borasiz. Misol uchun, hozir IELTS kursida o'qiyotgan o'quvchilarim boshlang'ich 2,5 listening natijalaridan allaqachon maxsus strategiyalar va mashqlar orqali natijalarni 6,5, 7, 7,5 ga ko'tarishdi. Siz ham o'zingizda shunday tez o'sish sezasiz. Writing modulida esa sizlar bilan insho yozishni mashq qilamiz. Ham Safer Writingda ham IELTS Writingda foydali bo'ladigan savol turlarini ko'rib chiqamiz. Bu moduldan so'ng siz qanday qilib fikrlaringizni to'g'ri bayon qilishni, yozma insho yozish ko'nikmasini rivojlantirishni o'rganasiz. Ustozlarimiz haqida alohida gapirib beraman. Ular eng kamida 4 yillik tajribaga ega, C1 natijasini qo'lga kiritgan tajribali va eng muhimi mehribon ustozlar. Kurs davomida qanday savolingiz bo'lsa, bemalol ularga murojaat qilsangiz bo'ladi. Qandaydir masalada yordam kerak bo'lsa ham, ular har doim yordamga shay. Eng muhimi, darslarni qoldirib yuborsangiz, ular darhol aloqaga chiqib, sizga darslarda qatnashishingizni eslatishadi va sizni qattiq nazorat qilishadi. Siz har hafta kuratorlar bilan jonli darslarni o'tasiz. Uyga vazifalarni, berilgan qo'shimcha ma'lumotlarni ular bilan tahlil qilib o'rganib borasiz va kuratorlar tomonidan jiddiy nazorat qilinasiz. Bundan tashqari, kurs davomida sizlar bilan shaxsan o'zim 4 marotaba yana jonli dars o'taman. Kundalik oldindan yozgan darslarimizdan tashqari, siz uchun maxsus mehmon spikerlarimiz tomonidan qo'shimcha dasturlar qo'shib beramiz. Misol uchun, sun'iy intellekt haqida. Hozirgi 21-asrda sun'iy intellektning imkoniyatlarini shu kursda qo'shimcha sifatida o'rgansangiz bo'ladi. Eng katta bonuslardan biri bu meni yangi ishlab chiqilgan Upgrade English kursi dasturim. Bu dastur sizni uyingizgacha O'zbekiston bo'ylab bepulga yetkazib beriladi. Dastur ichida siz aynan shu kitob bo'yicha kursimizda o'qib, mavzularni yaxshiroq o'zlashtirasiz. Bu kitob hech qayerda alohida sotilmaydi. Aynan siz kursim orqali yaxshiroq tilni o'rganishingiz uchun maxsus ishlab chiqilgan. Yana bir bonuslarimizdan biri 2026-yilni to'g'ri boshlashingiz uchun maqsad qo'yish bo'yicha eng samarali marafonim. Siz kurs boshlanishidan oldin hozir qo'shiladigan bo'lsangiz, allaqachon maqsadlar bo'yicha yozib olgan maxsus kursimni o'tib, yangi maqsadlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Chunki til o'rganishda ham, boshqa maqsadlarda ham eng muhimi bu fikringizni va niyatingizni to'g'ri shakllantirib olish. To'g'rimi? Keyingi bonusimiz ingliz tilini 5 karra tezroq o'rganish tizimi nomli maxsus dastur. Va eng muhimi, kursga qo'shilganingizdan so'ng sizlarga platformaga kirish huquqini 1 yil davomida ochib beramiz. Ya'ni kurs tugagandan so'ng ham siz bemalol 8 oy davomida yana darslarni qayta ko'rib, vazifalarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Va ajoyib bonuslarimdan biri bu Full Speaking dasturi. 20 ta video darslikdan iborat bo'lgan sayohat va ish uchun kerakli bo'lgan speaking kursim. Bunda siz har xil hayotiy holatlarda ingliz tilida erkin gapirishni o'rganasiz. Va bu hali hammasi emas. Boshqa maxsus sovg'alarimiz haqida menejerimiz sizga alohida aloqaga chiqadilar. Allaqachon kursdagi 400 ta joydan 350 tasi band qilib bo'lingan. Shuning uchun do'stlar, oxirgi 50 ta joydan birini band qilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastda qoldirgan havolam orqali o'ting. Eng zo'r yangiligim, siz uchun hatto taqdimotda ham bermagan eng arzon narxni taklif qilaman. Hoziroq pastda, opisaniyada, kommentariyada havola qoldirganman. O'tib, ismingizni, raqamingizni qoldirsangiz, siz bilan aloqaga chiqamiz. Aloqaga chiqqanimiz majburiy kurs olishingiz shart degani emas, shunchaki to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Shoshiling, chunki kursimiz 2-fevraldan boshlanadi. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha bye bye. Barchangizni kursda kutib qolaman.